Biz nega og'riqni his qilamiz, bilasizmi? Og'riq aslida organizm uchun juda muhim bo'lgan vazifani bajaradi. Bu organizmni tashqi ta'sirlarning zararidan himoya qilishi, organizmda nimadir noto'g'ri ishlayotganligi haqida bizga xabar berishi. Xo'sh, biz og'riqni qanday his qilamiz? Inson tanasida ikki xil asab tolalari mavjud. Miyadan chiqadigani va miyaga kiradigani. Miyaga kiradigan asab tolalari orqali og'riq signallari bosh miyaga yetib keladi. Miya ularni qayta ishlaydi va javobini miyadan chiqadigan asab tolalari orqali organga yetkazib beradi. Og'riq qoldiruvchi dorilar esa asab hujayralaridagi signalni uzatish uchun javobgar bo'lgan retseptorlarni bloklaydi, o'chiradi. Siz agar og'riq qoldiruvchi dorilarni ko'p ichayotgan bo'lsangiz, unda bilib qo'ying, bu bilan siz organizmni og'zini yopayapsiz. Unga signal berishga imkon yaratmayapsiz, yo'l qo'ymayapsiz. Oqibatda siz tanada jiddiy diagnozlar boshlanganligini hatto bilmay qolishingiz, sezmay qolishingiz mumkin. Sog'liq haqida yana